Biz bugungacha gunoh qildik, xato qildik, kamchilik qildik, ayniqsa tilimiz bilan qilgan bo'lsak nima qilamiz ekan? Hech kim yo'q yerda, yo Alloh o'zing kechir. Xudo meni kechir deyish kerak. O'zing kechir. Falonchixonaga kechirmaydi ekan meni. Pistonchi kechirmaydi ekan meni. U kechirsa ham foydasi yo'q ekan. Sen kechir, men jannatga kiray. Odamning qalbida qo'rquv bo'lishi kerak. Bu onalar yaxshi tushunadi. Bolam maktabga ketyapti, yo'lda yiqilib tushmadimikin? Og'rib qoladigan bo'lsa tuzalib qolsin. Boshqa qo'rqadi-da, hamma narsadan qo'rqadi. Kelajagi qanday bo'ladi? Qo'rquvni eng kattasi Allohdan bo'lishi kerak. Bo'lib ham Ramazondan gunohsiz chiqay deyish kerak. Alloh kechiradi. Siz o'zingiz yolg'iz qoling. Bitta uydagi xonangizga kiring. Atingizni ayting, jaynamoz soling, eslang tarixda shu yoshga kirdim deb ayting. Kirdim shu yoshga men. Falonchi xonman, falonchi jonman, shu yoshga yetdim. Umr berding, rizq berding, hamma narsa berding. Men qancha xato qildim, sen menga nima berding? Hamma yo'qni sen berasan, men xato qilaman tilimdan, ko'zimdan, qo'limdan, oyog'imdan boshqa. Endi sen meni kechir. Chunki boshqa oyatni bilmasangiz Bismillahirrohmanirrohim. Sen Bismillahirrohmanirrohim deb boshlagansan. Mehribonsan, rahmdilsan, rahmating keng cheksiz. Alloh kechiradi.